Yo, triklar, assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Bugungi boradigan joyimizni albatta ko'rganinglardan keyin kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu boradigan joyimiz bir otam davridan beri bor, eskidan bor. Legendarniy o'sha oshxonaga boramiz. Bu yerning taomlarini birgalikda yeb ko'ramiz. Albatta Bezod bey menga hamrohlik qilyapti. Kelinglar. Menimcha bu yerga kelmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Bu yer o'sha mashhur Charxpalak oshxonasi. Bey. Lamalarni deyaptilarmi? Bu yerda lamanni yeb ko'rganmisiz? To'g'risini ayting. Güzelmi? Ne deyapti ovqat? Judayam güzel. Deyman. Haqiqatan laman o'ta go'zal. Perfect. Menimcha haqiqiy o'zbek milliy taomlarini jaydaricha joyi mana shu yer bo'lsa kerak. Bu yerning manzili esa Psibansani ro'parasi. Haqiqiy Charxpalak mana shu bo'ladi. Hozirgi Z avlodga tashab qo'yasizlar, Z avlodlar bilmasa kerak Charxpalak nimaligini. Mana haqiqiy Charxpalak shu bo'ladi. Mana idishiga suvni oladi, bu ishi tushiradi va agarotga ketadi. Mana Charxpalak sizlarga. Mana